Assalomu alaykum traderlar, hammanglarga xayrli kun. Sizlar bilan Akromov trader. Bugun dushanba, sizlar bilan yangi haftani boshlab turibmiz va har doimgidek bu haftamiz ham bizga omadli hamda foydali kelishini hammamizga tilab qolaman. Xo'p, bozorda ideyalarimizni berishdan oldin bitta narsani har doimgidek takrorlayman. Biz bozorda o'zimizning shaxsiy fikrimizni bermoqdamiz. Bu hech qanaqa moliyaviy maslahat emas. Albatta bitim ochish o'z qo'limizda. Albatta, agarda har bir bitimga risk menejmentga amal qilib kiradigan bo'lsak, inshaalloh har doim plyusda bo'lamiz. Xo'p, bozorda grafikda analiz qilishdan oldin albatta fundamental analiz qilishdan boshlaymiz. Investing.com'da ko'rishingiz mumkin. Bugun bizda 4 ta muhim yangiligimiz bor. Hozir soat 4:30 hamda 2 soatdan keyin New York sessiya ochilishi bilan bizda muhim yangiligimiz va soat 8 da yana bitta kuchli yangiligimiz bor. Xo'p, bu yoqdagi prognozlarga qaraydigan bo'lsak, har xil, masalan, PPIga qaraydigan bo'lsak, o'tgan oyga natijamiz 0,1% minusda chiqqan va hozirda analitiklar berayotgan prognoz bo'yicha dollarga ijobiy 0,3% chiqishi kutilmoqda. Bu degani dollar qadri oshishi, boshqa valyutalar uchun esa bozorda narx selga harakatlanishini bildirib o'tadi. Lekin keyingi yilligimizda, ya'ni retail sales bo'yicha o'tgan oyda 0,6% plyusga chiqqan, ya'ni ijobiy bo'lgan. Bu oyda esa analitiklar prognozi bo'yicha 0,4% minusda bo'lishi mumkin. Ya'ni o'tgan oydagidan 0,2% kamroq chiqishi mumkin deyilyapti. Bu narsa PPIga qarshi bo'lgani uchun bittasi plyus, bittasi minus bergani uchun bozorda qanaqadir range holati bo'lishi ham mumkin. Undan tashqari bitta narsani eslatib o'taman. Fundamental yangiliklarni, ya'ni Investing.com yoki forsida chiqadigan yangiliklarni hech kim oldindan bilmaydi. O'shaning uchun bu yoqdagi taxminlardan ko'ra analizga o'tganimiz yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda grafikda DXYdan boshlaymiz, ya'ni dollar endeksi. Xo'p, dollar endeksini 4 soatlik, ya'ni trend uchun 4 soatlik time frame'ga o'tdim. Trendni ko'rishimiz mumkin. Bizda mana bu nuqtadan keyin bozorda choch bo'lgan, ya'ni sell harakatdan buyga o'zgarish aynan shu nuqtadan boshlangan va bozor swing highlarni, ya'ni maksimum nuqtalarimizni yangilab kelmoqda. Oxirgi minimum maksimumga qaraydigan bo'lsak, bozor atkat qilgan paytda discount, ya'ni chegirma holatini hamda bizda mitigation bloklarimiz va kuchli support zonamizdan bozor kuchli reaksiya oldi. Undan keyin e'tibor beramiz, agarda bozor mana bu swing high'imizni tanasi bilan yangilab o'tganda biz davomiy buy bo'lishi mumkin deb aytardik. Lekin struktura bo'yicha e'tibor beramiz, bozor maksimumga yenga olmadi va bu zahvat lipid hisoblanadi. Undan keyin ichki struktura, ya'ni H1 time frame'ga o'tadigan bo'lsak, bozordan oldingi minimum, bu degani bozorda qisqa ichki strukturada atkat bo'ladi degani. Ya'ni agarda bugun bizda 6,5 chiqadigan yangiliklarimiz dollarga negativ chiqadigan bo'lsa, bozorda biz H1da minimum sinishini ko'rishimiz mumkin va qisqa atkatdan keyin bozor yana buyga o'zgarishini prognoz qilsak bo'ladi. Aksincha, agarda bozorda fundamental yangiliklarimiz ijobiy chiqadigan bo'lsa, bu katta ehtimolda bozor o'zidan oldingi maksimumni tanasi bilan yangilab o'tishini bildiradi. Shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsak, bozor hozir bu yoqda texnik analizga ko'ra o'zidan oldingi minimumni sindirgan va katta ehtimolda mana bu minimumni yangilab qo'yish xavfini, ya'ni minimum yangilab o'tadi deb aytsak bo'ladi va pastki bizning FVG zonalarimizdan hamda mitigation zonalarimizdan yana biz buyga qo'zg'alish ko'rishimiz ham mumkin. Chunki bozor mana bu diapazon bo'yicha allaqachon bizda chegirma narxga tushgan va chegirma narxdan o'zidan oldingi maksimum buzish uchun harakatlangan edi. Xo'p, tillaga o'tamiz. Tillada ko'rishimiz mumkin. Struktura bo'yicha holatda kuzatamiz. Struktura bo'yicha bizda H4 time frame'damiz. O'zidan oldingi minimum yangilangan va mana bu diapazonda bizda sellda harakat bor edi. Lekin bozor struktura bo'yicha mana bu yerda ko'tarildi. Bizda buy harakat, atkat va atkatdan keyin bozor bizda o'zidan oldingi maksimum yangilab o'tdi va bu bizda bozor sell harakatdan buyga o'zgarganlik bo'yicha tasdiq berdi va choch bo'ldi. Endi strukturaga qaraydigan bo'lsak, bizda o'zidan oldingi minimum mana bu holat bo'yicha, undan keyingi maksimum esa mana bu tepada edi. Xo'p, struktura bo'yicha ko'radigan bo'lsak, bozor minimum va maksimumga Fibonacci tortadigan bo'lsak, golden zonadan ideal reaksiya olib berdi, lekin tepada turgan bizani kuchli resistant, ya'ni qarshilik zonamizda hamda bu yoqda FVG ko'rishimiz mumkin. Mitigation bloklarimizni buzib o'tolmadi va bizda 1000 pipsdan oshuv bozorda atkat holatini, ya'ni selga harakat ko'rdik. Undan keyin e'tibor beradigan bo'lsak, aynan shu holatda bizda shu hududda range holatini ko'ramiz. O'tamiz.
ko'rishingiz mumkin bizada H4 range holati bor. Agarda bozor bugun dollar harakati bo'yicha o'zidan oldingi mana bu minimumni buzib o'tadigan bo'lsa, biza katta ehtimolda tillada o'sish harakatini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari range holatdan tashqari bizda aniq narxlarimiz bor. Bozorda kuchli darajalarimiz, ya'ni 4100, 4110 narxlarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, bozor bu yerda juda ham katta qarshilikka uchragan va biza agarda mana shu 4100 zonamizni buzib o'tadigan bo'lsak, katta ehtimolda bizani keyingi narx diapazonlarimizni albatta swing high buzib o'tishini ko'rsak bo'ladi. Endi albatta bu narsa noyabr oyida bo'lishi juda ham qiyin masala deb o'ylayman, chunki bizda 17 mingdan oshiq pips hamda foizda hisoblaydigan bo'lsak, 4% dan oshiq. Bu narsani biz katta ehtimol bilan agarda bozor maksimum yengilab beradigan bo'lsa, dekabr o'rtalarigacha ham ko'rsak bo'ladi, ya'ni maksimum buzilishini. Lekin hozir o'ylashim bo'yicha bozor katta ehtimolda range holatida va dekabr oyi ham minus yopilib berishi mumkin. Endi H1 time frame o'tadigan bo'lsak, hop, bizda boya ko'rishingiz mumkin, bizda range holatimiz bor. Hop, mana men maksimumlarni, tepadagi maksimumlarni birlashtirdim. Undan tashqari bizda hop, minimumlarni ko'radigan bo'lsak, bizda minimumlarimiz bo'yicha range holati nima qiladigan bo'lsak to'g'riroq bo'ladi. Endi ko'rishimiz mumkin, qaranglar. Bozorda bizda 4055 va 4065 zonalarimiz, bizda support zonamiz va tepada bizda 4100, 4110 kuchli resistance qarshilik zonamiz bor. Va bozor holati bo'yicha bozor bizda 4055 hamda 4065 zonani buzib o'tgani hisobida va atkat zonamiz bizani 4065 support zonamizga to'g'ri keldi. Endi biza katta ehtimolda kutishimiz mumkin, narximizni agarda dollar endeksda shu tarzda pastga, ya'ni sellga harakatlanadigan bo'lsa, biz tez orada tillada aynan mana bu range zonamiz buzilishini, bu katta ehtimolda 4100 dan atkat olib va range zonamizni retest qilgan holatda bayga o'sishini, impulsi harakatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Chunki bizda savdo planimiz bo'yicha va strategiyamiz bo'yicha bozor range buzgan tarafda impulsi harakatlanib berishi kerak va bu katta ehtimolda bizani analizimiz bo'yicha bayga bo'lishi mumkin. Lekin bozorda har xil holatlar bo'lishi mumkin. Agarda bizda fundamental yangiliklarimizni katta ehtimolda dollarga ijobiy o'sishi beradigan bo'lsa, dollar qadrini keskin ko'tarib yuboradigan bo'lsa, range holatida albatta bizda 4055 buzgan holatda sellga harakatlanib ketish ham mumkin bo'ladi. Bu holatda biz faqatgina M15 hamda H1 strukturalarida kichikroq, ya'ni kunlik bitimlarni amalga oshirib tursak bo'ladi. Endi M15 time frame ga o'tib kuzatadigan bo'lsak, bizda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bozor mana bu yerda struktura bo'yicha bizda ichki sinish qildi. Hop, ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda M15 time frame da fraktalniy razvorot bayga bermoqda va mana shu hududda ko'radigan bo'lsak, bozor o'zidan oldingi minimum buzolmadi va zafar likit qilgan holatda bayga harakatlanib berdi va biz boya aytgan 4055, 4065 narximizni buzib va bu yoqda retest, ya'ni bizani support zonamizdan reaksiya olishi boshlagan. Undan tashqari sessiya holatda ko'radigan bo'lsak, Aziya sessiyasidagi maksimumiga likvidlarni lonni yechib berdi va agarda biza agarda fraktalniy razvorot ko'radigan bo'lsak, ya'ni 6.5 da bizda fraktalniy razvorot hamda dollar qadrini ko'tarishi bizda katta ehtimolda mana bu minimumlarni buzilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bizni sessiya bo'yicha likvidatsiya pastiga minimumlarni buzilishini ko'rishimiz ham mumkin. Lekin strukturamiz hozirda hech qanaqa selga tasdiq bergani yo'q. Agarda biz New York holatigacha fraktalniy razvorot ko'radigan bo'lsak, M15 time frame da unda biz selga qo'shilsa to'g'ri bo'ladi. Lekin hozirgi strukturamiz bo'yicha bozor fraktalniy razvorot bayga qilgan, bayga ishlashimiz bunaqa holatda eng to'g'ri yo'l bo'ladi va bizda mana bu yerda mitigation bloklarimizni ko'rayotgan bo'lsak, reaksiya bergan, bizdagi oxirgi o'rta blokimizdan bozor kuchli reaksiya oldi va bu yoqdan biz bayga qo'shilishimiz qaysi ma'noda to'g'ri bo'ladi. Ya'ni 4100 narxgacha, chunki u yoqdagi kuchli zonamiz bozorda qanaqadir keskin reaksiyani ham berib qo'yishi mumkin bo'ladi. Xo'p, dollarga tillay holatiga keladigan bo'lsak, H1 da ko'rishingiz mumkin bizda range holati. Katta ehtimolda agar bozor maksimum tarafi buzib o'tadigan bo'lsa, ya'ni o'zidan oldingi maksimum yengillab 4100 buzib o'tadigan bo'lsa, biz
bayga qo'shilib ishlasak bo'ladi. Agarda bozorda fundamental yengilliklarimizni dollar beradigan bo'lsa, albatta biz sell harakatiga kirishimiz bu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Xo'p, undan tashqari NSD dollarga qaraymiz. NSD dollarga qaraydigan bo'lsak, bizda kunlik time frame da ko'rayotgan bo'lsanglar, bozor o'zidan oldingi swing minimumlarni buzib kelmoqda. Bu narsani H4 da ham ko'rishimiz mumkin. Bozor trendi to'laqonlik sellda buy kirish, ya'ni ichki struktura bilan buy, ya'ni counter trend qilsak bo'ladi, lekin trend oqimi juda ham kuchli sellda va bozorda oxirgi swing high ham bizda ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Mitigation blokdan reaksiya olgan va bu yoqda H1 struktura bo'yicha o'zidan oldingi minimumni sindirib bozor sellga harakatlanmoqda. Endi biz bozorda bitim ochish uchun NSD dollarda H1 strukturasiga ko'radigan bo'lsak, hop, bozorda bizda oxirgi maksimum H1 da, oxirgi minimum bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, ko'rishimiz mumkin, bozor bizda golden zonadan juda ham chiroyli reaksiya olgan. Hop, biz mumkinmi bunaqa holatda sellga deydigan bo'lsanglar, qaranglar. H4 ga bitta qaytamiz. Hop. DXY bilan qaraydigan bo'lsak, agarda DXY qadrini tushiradigan bo'lsa, biz NSD atkat ko'rib qo'yishimiz mumkin bo'ladi va bunaqa holatda biz shu holatdan sellga kirishimiz ozgina xavfli qoladi. Endi biz nima qilsak bo'ladi? Oxirgi maksimum hamda minimumga fibo tortamiz. Bu swing strukturani diapazon uchun va bu yoqdan biz iloji boricha chegirma narxdan sellga kirish uchun zona birinchi o'rinda ko'zimizga tushgan joy mana bu yerga FVG, ya'ni imbalans zonamiz, bizning golden zonamiz atrofida bo'pti va o'sha holatni ko'radigan bo'lsak, bizga kuchli narx diapazonini bermoqda va men uchun mana shu mitigation blogimiz, mana bu mitigation blogim hamda FVG zonam bozorda qayta sellga kirish uchun eng ideal holat deb o'ylayman va bizning keyingi take profitimiz bo'ladi. Mana bu swing lowgacha ushlab tursak bo'ladi. Xo'p, bizning hozirda ideyalarimiz, signallarimiz va g'oyalarimiz tilla va NSD dollarda bo'ldi. Bemalol o'zingizlar ham qanaqadir tasdiqlar bilan savdoga kirsanglar bo'ladi va qaytarib o'taman, bozorda biz o'zimizning fikrimizni berib o'tdik. Bu hech qanaqa moliyaviy maslahat emas. Xo'p, o'rtoqlar, bu haftamizda hammaga foydali kelsin. Bizning analizlarimiz shu joyda tugaydi. Hammaga rahmat.